Xo'p, endi aziz o'quvchilar, yana bitta qiziq holat bor. Bularni har doim masalan olaylik 5 ta o'tdi, 10 ta o'tdi, 15 ta o'tdi, 20 ta o'tdi, 15 ta bizda 15 ta kam 15 ta o'tdi deymiz-ku. Ularda o'shani ham bo'lib aytadi. Xo'p, demak chizamiz. Qanaqa qilib bo'lishadi? Mana bunaqa bo'lsa va bunga bo'lgan bo'lsak, mana bunaqasiga ham bo'lishadi. Ya'ni chorak, 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 chorak. To'g'rimi? Xo'p, mana bu qismini o'zi bir chorak, to'g'rimi? Ya'ni chorak ingliz tilida aytiladi quarter. Ya'ni quarter nima degani ekan? Chorak. Quarter. To betdan 30 gacha nima derdik? Albatta eslaringda bo'lsa, hozirgina o'tdik, past. Ya'ni agar 15 tagacha, ya'ni 15 ta 15 ta o'tgan bo'lsa, bitta chorak o'tib bo'lgan bo'ladi hisoblanadimi? Shundan kelib chiqib, agar nechidir, masalan, olaylik 10 yoki 11, 11 u 15 bo'lsa soat. Masalan, olaylik, soatimiz millari kichkinasi mana bu yerda, kattasi mana bu yerda turibdi, to'g'rimi? Ya'ni bu yerda 3 bo'ladi, to'g'rimi? 3 turgan bo'lsa, 3 15 ta bo'ladi. Bu yoq 11. 11 mana. Demak, 11 u 15 bo'lgan bo'lsa, soatimiz millari, uni qanday aytamiz? Albatta nimadan boshlanadi? Okay. Albatta bu it's bilan boshlanadi. It's quarter. Qanday bo'ladi mana? 15 ta o'tdi, chorak o'tdi, to'g'rimi? Quarter past 11. Ana shunday bo'ladi. Tushunarli, a? Yoki agarda 11 dan 45 ta o'tgan deb hisoblaylik, xo'pmi? 11 dan 45 ta o'tgan bo'lsa agar, mana shu yerga yozib qo'yaman. Bu mana bunisi 11 u 15, 11 u 15, 11 u 45 bo'lsa agar, u aytiladi it's hop quarter to 11 dan keyin nechi keladi? Takam deymizda, chunki takam bo'lgandan keyin keyingisi aytiladi, to'g'rimi? Quarter to ayta past ishlatiladi. Endi to 12, ya'ni 12. Ya'ni buni nima dedik? 15 takam 12 deb aytildi bu. Yoki chorak takam 12. Tushunarli, a? Demak, mana shunaqa aytiladi. Ya'ni endi bitta takrorlab chiqamiz. Shunchaki sonlarni o'zini aytsa ham bo'ladi. 11:45 deb aytsa ham bo'ladi. Yoki 11:15 deb aytsa ham bo'ladi. Yoki uni past deb aytsa ham bo'ladi. Agar sonlar bo'lsa 11 birinchi minutda daqiqadan boshlanadi. 10 minutes past 11, masalan 11:10 bo'lsa, yoki 11:25 bo'lsa 25 minutes past 11. Agar u 15 bo'lsagina
nima bo'ladi? Quarter past 11, 11:15 bo'lsa agar. Yoki 12 bo'lishiga 15 minut qolgan bo'lsa, 15 daqiqa qolgan bo'lsa, biz ishlatamiz quarter to. Shuni yozmadim-da. Sizlar ham indamadilar endi menda. Okay. Demak, bunaqasiga to takam ishlatilinsa, takam ishlatilinsa, mana to, ya'ni takam. Bu yoqda mana bu qismi quarter, to'g'rimi? Mana bu yoqdan mana bu yoqqacha nima bo'ladi? Quarter. Ya'ni quarter to nechigadir qoldi. Endi yana bitta aytiladigan holati bor. Yana demak, vaqtlarni aytishni qisqacha yo'li shu. Endi yana bitta holati bor. Nechida ko'rishamiz desa. Masalan, qanaqadir reja tuzilyapti, to'g'rimi? Reja tuzamiz va o'sha rejalarimizda vaqt kelishgan payt, kelajakka vaqt kelishgan bo'lsak, unda vaqt uchun, ya'ni soat vaqti uchun har doim at predlogidan foydalanamiz. Masalan, I will meet you, ya'ni men siz bilan uchrashaman. I will meet you at quarter to 12. Ya'ni 15:12 da yoki I will meet you at sharp, mana shuni yozing, at sharp 7 o'clock. At mana bu atdan foydalanaylik. At half past 6. O'zir so'z solmaganlik uchun sonda yozib qo'ydim. Aslida so'z yoziladi. Yoki I will meet you at sharp 4 p.m. yoki am to'g'ri kelmaydi. Uxlayotgan bo'ladi baribir. So, at sharp p.m. Tushunarli, demak, at ishlatilinadi. Ya'ni bu nima ma'noni beradi? Da ma'nosini beradi. Ya'ni sizni uchrataman nechida? Half past 6 bo'lsa, 6:30 da uchrashamiz. Yoki men sizga qo'ng'iroq qilaman, turu rovna to'rda. Mana shunaqa.